lekin zo'r turdi, yaxshi. Oppo, menga rosa yoqdi. Qoshlarimni shunaqa o'stirdi, qosh o'stiradi. Shundoq. Keyin nima ko'tarildi dedingiz boya? Ha, qoshim uchburchak bo'lib qoluvdi, nima qilib chiroyli qilib ko'tarildi deyish qilib. Menga qilganingiz yoqdi. Rosa yaxshi turdi. Peshanangizda hozir nega taksin qilamiz davomli? Ajinlar juda ham ko'rinyapti, ajinlaringiz, ko'z atrofingiz. Hozir botoks olmasak, yana mana gapirganingiz o'zida jupaga peshanangiz ko'tarib gapiryapsiz, yana sinib ketaveradi. Kulganimizda ajinlar sinaveradi. Bitta meza qilamiz, yaxshi gyaluronkami, viruzidan olib olasiz, namlanadi, keyin bitta botoks qilamiz, bo'ldi. Bu botoks 1 yil turadi, xudo xolasa. O'zi botoksda 6 oydan 1 yilgacha. Meniki 2 oy, 3 oyda ketmaydi. Boshqa joydan oldim, 2 oy, 3 oyda turdi. Sizniki 6 oy turdi, 1 yil turdi, даже 2 yil turgan patsientlarimiz kelishadi. 6 oy normal holat, chunki toksin organizmda 6 oydan keyin chiqib ketadi. Zarari yo'q organizmga, o'ziga o'rgatib qo'ymaydi. Yaltirab tortiladi, qoshlaringiz dumigacha tortiluvdi, naverna qilganimda. Ha, yaxshi ko'rinib turibdi-ku. Tushib qo'yganim. Hozir meza qilamiz, bularga и botoks qilamiz.